Assalomu alaykum. Kimyo sanoati mahsulotlari bugun juda ham ko'plab sohalar rivoji bevosita ana shu mahsulotlarning sifatiga bog'liq. Xo'sh, mamlakatimizda kimyo sanoati rivojiga qay darajada e'tibor qaratilyapti? Bu borada qanday loyihalar amalga oshirilmoqda? Ko'rsatuvimiz ana shu haqda. Mintaqamizda maishiy kimyo mahsulotlari bo'yicha 2 milliard dollarlik bozor mavjud. Tahlillarga ko'ra, dunyoda mineral o'g'itga talab yiliga 5% dan o'sib, 2030-yilda 260 milliard dollardan oshadi. Ayniqsa, yangi agrotexnologiyalar hisobiga suvda eruvchan o'g'itga bo'lgan ehtiyoj keskin ko'paymoqda. Hozirgi kunda kimyo sanoati sohasida 2025-yilda 4,5 milliard dollarlik import amalga oshirilgan. Xuddi shuningdek, shu sohada 5,3 milliard dollarlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, 1 milliard dollarlik eksport amalga oshirilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlari bir necha yo'nalish bor. Birinchi masalan paxta, bug'doy yo'nalishi, sabzavot yo'nalishi, bog'dorchilik. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib berishda albatta mineral o'g'it ishlatish, me'yorida ishlatish juda bir katta yo'nalish hisoblanadi. Mineral o'g'itlarsiz bugungi kunda hosildorlikni ko'tarish, har bir gektardan yaxshi hosil olish o'g'itsiz bu mumkin bo'lmagan narsa. Ushbu sanoat korxonalarida hamma tur o'g'it ishlab chiqariladi, azotli, fosforli, kariyli va hokazo. Bizning oldimizda qo'yilgan asosiy vazifa bu respublika qishloq xo'jaligini sifatli, kerakli hajmdagi mineral o'g'itlar bilan ta'minlash. Mana bizning korxonamiz bu asosiy yo'nalishi bu fosforli o'g'it ishlab chiqarish. Shuning uchun juda ham bog'liqmiz qishloq xo'jaligi bilan. Asosiy buyurtmachimiz bu qishloq xo'jaligi albatta. Mana qishloq xo'jaligi xodimlari oldidan juda katta vazifalar qo'yilyapti. Paxta yetishtirish, ko'paytirish, bug'doy olish masalalaridan ularda juda katta o'sishlar bor. Albatta bu yerda mineral o'g'itlar bilan ta'minlash juda katta ahamiyatga ega. Ammafos Maksam aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasida qizilqum fosforitlari asosida murakkab azot fosforli mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik sanoat korxonalaridan biri hisoblanadi. Jamiyat O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiradi hamda mamlakat kimyo sanoatining yetakchi ishlab chiqaruvchilaridan biri sifatida faoliyat yuritmoqda. Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan fosforli o'g'itlar 80% bugungi kunda bilan korxonalarda ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarishga kerakli bo'lgan xom ashyo bugungi kunda 100% o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan qizilqum fosforit kompleksi, mana o'zimizning qo'shnimiz bo'lgan Onbal Qorqum metallurgiya kombinatida olinadigan sulfat kislotasi, bundan tashqari o'zimiz korxonamizda sulfat kislotasi ishlab chiqariladi. Ammiak xom ashyosi, Jamshedchi, Navoiy azot korxonalaridan olinadi. 25-yil ko'rib chiqadigan bo'lsa, korxonamiz tomonidan qishloq xo'jaligi 223 ming tonnadan ko'proq fosforli o'g'itlar ishlab chiqarib yetkazib berildi. Oldimizga vazifa qo'yilgan edi. 25-yilda qishloq xo'jaligi biz 193 ming tonna o'g'it sotish. Bu qo'yilgan vazifamizda 227 ming tonnagacha sotib 108% ga bajardik. Oldimizga qo'yilgan vazifa ishlab chiqarish bo'yicha 109% ga bajarildi. 26-yilga kelib oldimizdagi vazifa bu 230 ming tonnadan ko'proq fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish. Bu orqali 26-yilda 25-yilga qaraganda 10% gacha ko'proq mahsulot ishlab chiqaramiz va qishloq xo'jaligiga yetkazib beramiz. Bugungi kunda Ammafos Maksam aksiyadorlik jamiyati faqatgina mineral o'g'it ishlab chiqaradigan yirik korxona bo'lmasdan, bu yerda ekologik savollarni yechimini topishi, ijtimoiy yo'nalishda hammasi birgalikda olib borilib, korxonaning o'ziga ega bo'lgan salohiyati bor. Korxonamiz 20 ta yordamchi, 4 ta asosiy ishlab chiqarish sexlariga ega.
Korxonaning umumiy yillik ishlab chiqarish quvvati 472 ming tonna fizik holatdagi amorfos mineral o'g'itiga hisoblanadi. Korxona ishga tushgan davrdan boshlab hozirgi paytgacha korxonada ko'plab ilmiy izlanishlar oqibatida yangi turdagi mahsulotlar va mahalliylashgan xomashyolarga o'tilish jarayonlari yuzaga kelgan va shu jarayonlardan o'tilgan. Korxonamizning ilmiy izlanuvchi xodimlari bilan birgalikda mahalliy mahsulotdan yuqori tannarxga ega bo'lgan mahsulot turi, ya'ni amorfoz va unga yana yordamchi bo'lgan qo'shimcha mahsulot turlari, suprefoz, sulfat ammoniy, ammoniy sulfat fosfat, PS agro va suyuq mineral o'g'itlardan fosfatsid o'g'itlari mahsulot turlari ishlab kelinyapti. Hozirgi kunda korxonamizda talab yuqori bo'lgan fosforli o'g'itlardan bittasi amorfoz ishlab chiqariladi va ichki bozor va tashqi bozorga yo'naltirilishi belgilangan. Bilamizki, o'simliklarning o'sishi, rivojlanishida fosfor moddasining ahamiyati juda ham katta, shundaymi? Ushbu korxona aynan fosforli o'g'itlarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Albatta, hozirgi kunda korxonamiz boya ta'kidlab o'tganimdek fosforli o'g'itlardan biri hisoblangan, ya'ni asosiy mahsulotimizdan biri amorfoz mineral o'g'itni ishlab chiqaradi. Tarkibida 46% fosfor bo'lgan va 12% azotdan iborat bo'lgan. O'simlik uchun juda foydali va keyinchalik vegetatsiya jarayoni va rivojlanish jarayonini hosildorligini oshirishga qaratilgan va o'shanga yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Korxonada import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ham muhim yutuqlarga erishildi. Xususan 2022-yildan boshlab drenaj roliklarini mahalliy sharoitda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, uskunalarning chidamliligi va xizmat muddati uzaytirildi. Kimyoviy jarayonlar vaqtga bog'liq emas, ular uzluksiz davom etadi. Shu bois ish jarayonini ham uzluksiz tashkil etish zarur. Biz markaziy boshqaruv pulti operatori xonasidamiz. Bu yerda kuzatuv va nazorat ishlari 24 soat davomida olib boriladi. Har bir texnologik jarayonlar, ishlab turgan uskunalar, ish jarayoni kuzatiladi shu boshqaruv binosida. Har bir ishchi xodim o'z ish joyini tark etishi mumkin emas. Uzluksiz operator va master smena bilan bog'langan holda ishlarni davom ettiradi 8 soat davomida. Reaktorlarimizga beriladigan xomashyo sarflarini analiz tahlillari kuzatuv asosiy qilinadigan ishimiz. Bu shu laboratoriya bor. Har soatlar analizlar qilib jurnalga yozib boriladi. Bu yerda ishlayotgan har bir xodimdan muhimi ziyraklik va mas'uliyat talab etiladi. Geologiyada mavjud zaxiralarni to'liq ishga solib, qo'shilgan qiymatni karrasiga oshirish mumkin. Masalan, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Qashqadaryo va Navoiyda 550 million tonna natriy va kaliy, 20 million tonna bentonit zaxiralari bor. Ta'lim, ilm integratsiyasiga chuqur e'tibor berish vazifalari bizga yuklatildi. 2 oy muddat ichida Navoiy viloyati, Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo viloyati, Sirdaryo viloyatlarining salohiyatini kimyo sanoati bo'yicha bir necha karra oshirish vazifalarida Toshkent kimyo texnologiya instituti olimlari ham o'z bilimlari, o'z ilmlari bilan hissalarini qo'shadi. 357 ta istiqbolli investitsion loyihalarni biz institutimiz olimlari bilan tahlil qilganimizda 270 tasi bizning institutimizning faoliyatiga, laboratoriya bazasiga, olimlar salohiyatiga monan ekanligini ko'rdik. Va aynan shu 270 taning ichidan 40 ta ishlanmalarida patentlar olingan ekan. ishlatilayotgan xomashyo masalasida ana bizning korxonamiz 100% lokalizatsiya jarayonidan o'tdi. Bu degani bugungi kunda korxona faqat o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan xomashyo mahsulotlarini olib, tayyor mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Qizilqum fosforit kompleksi, ammoniak oladigan, sulfat kislotasi oladigan yo'nalishlarimiz bor. Faqat buni o'zimizning respublikada, o'zimizning korxonalar, chetdan hech qanaqa xomashyo mahsulot bizga olib kelinmayapti. Ko'rib turganingiz Amorfoz 2 sexi va bu yerda ham ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonlar davom etmoqda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, bugun har bir masalaga ilmiy asoslangan holda yechim topilsagina samaradorlikka erishish mumkin. Xususan, mineral o'g'itlarni qo'llash borasida ham. Prezidentimiz tomonidan 2030-yilga borib, azotli o'g'it ishlab chiqarish hajmini 2,8 milliondan 4 million tonnaga,
fosforli o'g'itni 400 mingdan 900 ming tonnaga, suvda eruvchan o'g'itlarni 100 mingdan 400 ming tonnaga yetkazish muhim ekani ta'kidlandi. O'z navbatida sohada yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish bosh maqsad sanaladi. Korxonamizda xalqaro standartlar joriy qilingan, ya'ni ISO 9001 sifati bizada kunlik deyish mumkin, doimiy ravishda muloqot bor. Sotib oluvchilar bilan, qishloq xo'jaligi bilan, agar eksportga chiqarayotgan bo'lsak, albatta o'sha sotib olayotgan kompaniyalar bilan monitoring qilib boriladi. Fikrlar yig'iladi, so'raladi, tayyor mahsulot sotish, realizatsiya qilish bo'limi har qaysi viloyatlarga chiqib, o'sha yerdagi agroklasterlarda, fermer xo'jaliklari bilan uchrashuv o'tkaziladi. Mutaxassis insonlar, yer bilan gaplashadigan insonlar bilan o'tirib, ulardan so'raladi, qanaqa yo'nalishlar kerak, sizlarga nima o'g'itlaydi, ishlab chiqarish yo'nalishi bilan biz shug'ullanishimiz kerak, sifati qanaqa bo'lishi kerak. Tez-tez seminarlar bo'lib turadi, joylarda, korxonalarda, bizga kerak bo'lgan korxonalarda ularni qabul qilamiz. Kerak bo'lgan paytda joyga chiqamiz, viloyatlarga chiqib o'rganib. Kelgusi 3 yilda kimyo sanoati sohasi mas'ullari va hokimlar oldida 2 milliard 800 million dollarlik 42 ta loyihani ishga tushirish vazifasi turibdi. Bu borada nanokimyo, yashil kimyo, super molekulyar kimyo, sun'iy intellekt asosida kimyoviy modellashtirish kabi zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha kadrlarga talab paydo bo'ladi. Suyuq o'g'itlar ishlab chiqilyapti, chunki qishloq xo'jaligi sohasida tomchilatib sug'orish juda ham rivojlanyapti va shunda suyuq o'g'itlarga talab juda ham katta. Biz hilat o'g'itlarni dronlar bilan sepishga mo'ljallangan differentlarni tadbirkorlar bilan birgalikda bular hozir ishlab chiqilyapti va yana bitta katta yo'nalish bu uglerod nanomateriallar. Hozir bozori o'sib kelyapti va 30-yilgacha dunyo bozori 9 milliardga yetib boradi va O'zbekistonda shu zanjirni oxirgi mana yangi bosqichi bu nanouglerod materiallarni ishlab chiqarish. 1 yildan keyin aniq texnologiyani taqdim qilib beramiz. Ta'lim sifatini oshirish, ta'limni ishlab chiqarish bilan bog'liq holda olib borish. Ya'ni buning uchun spin-off korxonalar, startup korxonalarini rivojlantirish va shu orqali talabalarni muayyan ishlab chiqarish korxonalariga bog'lash. Dual ta'lim shaklini rivojlantirish bu nima degani? 3 kun oliy ta'lim tashkilotida mashg'ulotlarda bo'lsa, 3 kun ishlab chiqarishda kasb ko'nikmalarini oladi. Mana shu